Assalomu alaykum, Namangan taxta bozorining kuzatuvchilari. Bizga yana qalin shpuntli polli taxtamizdan keldi. Shu taxtani holati bilan, narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Sizlar undan oldin kanalimizni rivoji uchun like, podpiska bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa video davomida taxtani holati bilan, narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Hop, taxtamiz razmerlariga kelsak, razmerlari 13, qalinligi 27, uzunligi 4 metrlik. Shpuntli, quruq suvoy polli taxta. Xohlasa shpuntlari chiroyli bir tekisda ochilgan. Shpuntlari bir-biriga tushishi ham yaxshi. Holatlari yaxshi, yo'llarda tushgan o'tgan tog'lari yo'q, garbillari yo'q. Xohlasa chiroyli to'rtcha, to'rxirra. Shpuntlari ham chiroyli bir tekisda ochilgan. Randalari ham xudo xolasa idealniy, chiroyli bir tekisda qilib randalangan. Hop, bu taxtamiz narxiga keladigan bo'lsa 68 ming so'mdan qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Xudo xolasa ishini chiroyli sifatli qilib bitkazib beramiz. Bundan boshqa yana razmerlar ko'p shpuntlilarni, shpuntli pol taxtalarni 12 liklarimiz bor. 11 lik, hop 9,5 ga 2,5. Bunda 12 liklarimiz bor. Xudo xolasa assortiment ko'p shpuntli taxtaga. Hop, keyin yana u yerda mana 9 ga 2 lik 4 metrlik shpuntligimiz ham kelgan. 9 ga 2, uzunligi 4 metrlik. Bu ham quruq suvoy, holatlari yaxshi. Buni sal ozmos obzori bor bir tarafida. Polga yopadi. Xudo xolasa ochilib qolmaydi. Bu taxtamizni narxini 33 ming so'mdan qilib beramiz. Bu yoqda yana boshqa mana 12 ga 2-3 metrliklarimiz ham bor. Xudo xolasa pollilarimiz serob. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqsani bo'laveradi. Mana endi yana boshqa eni 12, qalinligi 2,8 lik 4 metrlik shpunt. Xolasa buni ham holati zo'r. Shpuntlari chiroyli bir tekisda ochilgan, randasi ham yaxshi, chiroyli bir tekisda idealniy chiqqan. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqaverasizlar. Bundan tashqari mana lapshalarimiz ham bor. To'nkantaga 8 ga 2 lik, uzunligi 4 metrlik. Suvoy, marbil abzoli yo'q, chiroyli to'rtcha, to'rxirra. Buni narxini 25 ming so'mdan qilib beramiz. Bundan boshqa mana strapilliklar ham kerak bo'lsa, strapilliklar ham bor. Holati zo'r, quruq suvoy, razmerlari 11, qalinligi 3,5, uzunligi 4 metrlik suvoy sasna. Bu strapimiz narxini 60 ming so'mdan qilib beramiz. Holatlari zo'r. Kim kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqaverasizlar. Manzilimiz Namangan shahar, Shamshiboy taxta bozori. Hop, joylarimiz 2-tarozidan kirganda 3-yo'lani boshida 576-577 joy. Xolasa kim kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqaverasizlar. Ishini chiroyli sifatli qilib bitkazib beramiz. Telefon nomerlarimiz 91 361 0203. Bemalol telefon qilib zakaz berishingiz mumkin.